boyni bolasi. Bu videoni boyni bolalarga jo'natib qo'yasan. Yangi bozorga keldik. Yangi dom 9 qavatli, birinchi qavatida 2 xonali uy sotuvga qo'yilyapti. Mana kirib kelishda to'g'rida zal, yangi remont, uy to'liq remontdan chiqqan, hali oxirigacha yetmagan remonti, lekin yetkazib beriladi. Oxirigacha remont qilib, kalt qo'llarga topshiriladi. Mana bu yerda hojatxonasi, yangi unitaz qo'yib beriladi. Yangi eshiklar qo'yilgan mana. Mana bu tomonda vanna xonasi, e'tibor beringlar, alohida vanna xona, alohida hojatxona. Bu tomonga ham yangi vanna qo'yib beriladi. Mana bu spalni. Ertaga televizorchani qo'yib, spalnichada maza qilib, dam olib, televizor ko'rib yotasizlar. Mana bu tomonda kuxnyasi. Mana kuxnyasi. Kuxnyasi ham keng, katta. Dimoxod qo'yib qo'yilgan. Balki egasini nimadir qo'yib berishi mumkin kuxnyasiga. Qo'shimcha plus sizlarga balkon. Boy akamni bolasi. Tashqarida, dom tashqarisida detskiy plashatkasi bor. Ertaga nevara, chevara, evaralaring mana shu yerda o'ynab, turnik burus qilib kacha bo'lib ketadi. Yo'llar asfalt qilingan to'liq, stanga qo'yish uchun konkretni katta zona ham qo'yib qo'yilgan. Kvadrat metr to'g'risi esimda yo'q nechchiligi, lekin kvadrat metr juda ham yaxshi. Endi narxini eshitdinglar. Narxi 37 ming dollar so'ralyapti. Albatta o'tib beriladi. Menga telefon qilasizlar, men sizlarga egasini ko'rsataman, uchrashtiraman, savdosi halol bo'ladi. Men sizlarga javob beraman. Ko'rishguncha.